Kitobxonlik bu faqat ma'lumot, ilm olish emas, balki his etish, anglash va mulohaza yuritish madaniyatidir. Ana shu bilim va ma'rifat bayramini munosib nishonlash maqsadida joriy yilning 13-17 aprel kunlari kitobsevar millat shiori ostida 6-Respublika kitobxonlik haftaligini o'tkazish belgilangan bo'lib, Olmaliq shahar axborot kutubxona markazida ma'naviy ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Kitob millat saodati deya nomlangan ushbu tadbirning ochilish marosimida kutubxona rahbari Go'zal Abduxalikova mamlakatimizda kitobxonlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga alohida to'xtalib o'tdi. Tadbirda Olmaliq Metallurgiya kombinati tasarrufidagi 34-maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari, 14 va 20 sonli umumta'lim maktablarining eng faol kitobxon o'quvchilari ishtirok etishib, shunchaki uchrashuv emas, balki avlodlar muloqot maydoniga aylantirishdi. Nuroniylar maskanidan tashrif buyurgan onaxonlar yoshlar o'rtasida hayotiy tajribalar bilan o'rtoqlashgan holda suhbat qurishdi. Olmaliq davlat texnika instituti ustozlari bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda ilm-fanning ahamiyati haqida so'z yuritishib, kutubxonaga esdalik sifatida kitoblar hadya etishdi. Mudofaa vazirligi tasarrufidagi harbiy qism xizmatchilari esa yoshlarga vatanparvarlik va mardlik avvalo kitobdan boshlanishini uqtirdilar. O'quvchi yoshlar tomonidan ijro etilgan she'rlar, donishmandlarning hikmatli so'zlari hamda sahna ko'rinishlari yig'ilganlarga birdek manzur bo'ldi. Ayniqsa ular ijrosidagi kuy-qo'shiqlar davraga o'zgacha fayz va ko'tarinki ruh bag'ishladi. Tadbir dasturidan o'rin olgan har bir chiqishda kitobning inson kamolotidagi o'rni, saodatga yetaklovchi eng yaqin hamroh ekanligi tarannum etildi. Hafta davomida 4 ta bo'lim faoliyat yuritayotgan bo'lsa, har bir bo'limda kitobxonlar yoshlar klubi tashkil etilgan. Nafaqat bolalar, balki go'standart xodimlari, ichki ishlar xodimlari, harbiy qismlar, bog'chalar, maktablar, hamma ta'lim muassasasi, oliy dargohlarni jamiki xodimlari biz bilan faol hamkor. Biz har bir tashkilot bilan yil boshidan shartnoma imzolaymiz va bular bilan hamkorlikda qiziqarli intellektual zakovat o'yinlari doimiy onaxonlar o'rtasida ham, nuroniylar o'rtasida ham tashkil etib kelinmoqda. Ma'rifatparvar xalqning kelajagi yorug', ma'naviyati yuksak bo'ladi. Zero kitob o'qigan millat hech qachon kam bo'lmaydi. Ma'rifat manzili sari birga odimlaylik.